Sene devam hürmetlik vatandaş bugün çislağa 2022 yılı 6. ayının 5. günü. Yukarılık sene devamı. Bundaqda da yani başka çağlağı seliştirganda mesela salayiyetli tonuş jaryanını THM gavdilik buludu bazı çağlarda salayiyetli tonuş. Başka salayiyet tonuşla arq görünüşünün içigi çekinidir. Uygurlarning burunqi salayiyetli tonuşu da bostallık kişileri. Bostallık medeniyeti kişileri salayiyetli tonuşu muhim orunda turattı. Belki bu tonuş ulanın en muhim salayiyet tonuşu bulup hesaplanattı. 1990 yıllarda sabık Sovetler yemirilgenden keyin O'rta Asiyada Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston qatorliq davlatlar mustaqillik jakarlagandan keyin biz Uyg'urlar o'rtasida mustaqil bo'lish orzularining yana paydo bo'lganligini ko'rishga boshladik. Bundaq ahvolni bizning birinchi qatam ko'rishimiz emas edi. Agar biz nazar go'zarimizni 1930 yillarga ve 1940 yillarga o'tkazadigan bo'lsak, o yillarda Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda ishga maydon Uyg'urlar elib borgan faoliyatlar. Bu yerda hech aytolmabdi, faoliyatlar debdi, faoliyatlar. Yani qurolli qo'zg'olon orqali Sharqi Turkiston deb ataladigan ikki qatimliq mustaqil davlat qurilgan edi. 1933 yıldan 1934 yılgacha Qashqarda, 1940 yıllarda Gongha nahiyasida ikki qatam mustaqil davlat qurilgan edi. Bu yerda bu muxbir Gongha deydigan bir nahiyani ijod qilibdi. İkinci qatam ili o'lkasining G'o'lji shahrida Uyg'urlar davlat qurdi deyilmabdi. Balki bu Xitoydan bu to'g'ri so'zlamay turaylik hozircha. Şinjan'da yani mustamlik Uyg'uristonda yaqinda yuz bergan milliy salohiyatni o'rtaq tunishning taraqqiyoti, albatta Sovetlarning yemirilishi hamda chegaraning u tarafida başqa O'rta Osiyo millatlarining mustaqil davlat qurishidan paydo bo'lgan inkas edi. Bu xil taraqqiyotning yana bir tarixiy orq ko'rinishi Şinjan'da yani mustamlika Uyg'uristonda Xalla yani Xitoylar kontrol qilgan cheklik chegara rayon mustamlika rayoni o'zgarib mustamlikchilar o'ltiraqlashish rayoniga aylandi. Sovetlar yemirilgandan keyin Uyg'uristonda deydi, Xalla yani Xitoylar kontrol qilgan cheklik chegara rayon mustamlika rayoni o'zgarib mustamlikchilar o'ltiraqlashish rayoni o'zgardi. Mesela Sovetlar parçalangandan keyin Xitoy ko'chmanlarini adab Şinjan'a mustamlik Uyg'uriston keldi, ularga pul berib sharoit yaratib berib Xitoy hukumati o'ltiraqlashtirdi demakchi. Rayoniga o'ltiraqlashish rayoniga aylan zo'r turkumlab Xalla Xitoylar Şinjan'a mustamlik Uyg'uristonga ko'chib kirib o'ltiraqlashishga boshladi. Şinjan rayonida mustamlik Uyg'uristonda asası qurilish aslahalari, temir yo'l, aviatsiya aslahalari qurilishi tezlikda Jungoning ichki o'lkalari bilan tutashtirildi. Şinjanning mustamlik Uyg'uristonning tabiiy boyliklari bulangchilik xarakterida echilishga boshladi. Yaqinda Toshqo'rg'onda ijtimoiy aeroport stansiyasi quribdi-ku. Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning salohiyat tunishining kelish manbai 1990 yillarda Şinjan rayonida mustamlik Uyg'uristonda intayin zo'r besim paydo bo'ldi. Xan yoki Xitoy ko'chmanlari Şinjan'ga mustamlik Uyg'uristonga zo'r ko'lamda
köçüp kirişke başladı. Bu sözlerin hemmisi Filli Hanım'ın sözcü mü vatandaşlar? Yazmışsın. Müstemlik Uyguristan'a zor külemlep köçüp kirişke başladı. Xallarning yani Xitoylarning müstemlik Uyg'uriston köçüp kirişi ve o'ltiraqlashishiga ergishib, shu yerlik Uyg'urlar ijtimoiy ve iqtisodiy jihatda barobarsizlikni his qilishga boshladi. Uyg'ur tili chetga qiqildi. Xan tili yani Xitoy tili ustunlikka erishdi. Ma'rif sohasida Uyg'urlar intayin zor besem his qilishdi. Uyg'urlar Uyg'ur tilini emas, Xan yani Xitoylar tilini tanlab o'qitishga, vasita qilishga majbur bo'ldi. Davamını keyingi sallarda anlayışlar, 4 parça leksiya sözüldük sizlerge. Endi tövende bir iki cümlede izahat karakterlik muhakeme edip barımız vatandaşlar.